Bugun o'qishim kechroq bo'lsa ham ertaroq turishga majbur bo'ldim. Sababi o'rtog'im ID'si menda qolib ketgan va u ID'siz o'qishga umuman kirgizmaydi. ID bo'lmasa o'qishga pasport bilan kirgizishi mumkin, lekin eng qizig'i o'rtog'imning pasporti ham menda. Hozir u meni o'qishga borishimni kutyapti. Ertadan beri million marta telefon qildi, чтобы turib tezroq borishim uchun. O'rtog'im hamma kerakli narsalarini sumkasida olib yuradi. Aynan sumkasi meni oldimda qolib ketgan, ya'ni meni uyimda. Hozir men ikkita sumka taqib o'qishga boraman. O'zi вообще-то pasport ko'rsatib kirayotgan studentlarning ham hech qaysi birini danlilari ularning esida qolmaydi. Endi просто ko'rib qo'yishadi-da. Ularning ham vazifasi, ularni ham to'g'ri tushunaman. Lekin hozir men tezroq kiyinib bormasam, o'rtog'im meni to'g'ri tushunmaydi. Va men aytimga kontur qo'yishdan voz kechdim. Qizlar hech sizlarda gapirish esinglardan chiqib qolganmi? Chunki men kechadan beri normal gapira olmayapman, biling. Bugun yuzimga kontring qilmaslikka qaror qildim. Uning o'rniga faqat rumyani qo'yib olaman. O'zimni ozgina boshqacha his qilyapman. O'rtog'im sovuqda kutib turibdi deb ozgina vijdonim qiynayotgan bo'lishi mumkin. 45 mingmi, 48 mingmi ko'rsatdi dastavka pulida. Men aytdim, o'rtoq dedim, ash pulga ko'radim, choy ichamiz. Ozgina kutib tur, men boraman dedim. O'zimdan chiqdi o'zi u gap u. Endi borish kerak. Labimga tint qo'ysam, qandaydir labimni uyushtiradi. Sizlarda ham shunaqa bo'ladimi, qizlar? Mana qizlar, makiyajim tayyor, men kiyinib ketdim. Fikrlar menga juda ham qiziq. Yaqin o'rtog'inglarning narsasi sizlarda qolib ketsa, erta turib olib berarmidinglar? Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib ketinglar. Men kiyinib ketdim. Sizlarga esa xayrli kun. Paka-paka.